هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nahl tefsiri 26. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nahl suresi 26. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yani Mekke kafirlerden ilgiri ötken kafirlar öz peygamberlerge hil mekir işletip Allah'ın nurunu öçermekçi boldu. Allah ulanın hil mekir binasını tel töks gumran kıldı. Ulanın üstüge bu binanın ögüsü öğürülüp düştü. Ulağa özleri oylamagan yerden azap geldi. Andın keyin Allah ulanı kıyamet günü ressua kıldı. Ulağa kayıp menin şeriklerim kınıkayada sile ula toğrısıda peygamberler bilen münazirleşettinlağı deydi. İlim berilgenler. Yani ulanı imanı davet kılgan peygamberler ve ulemalar. Bugün resvalık ve azap hakikaten kafirlığa tegişliktir deydi. İlgirikilerinin kılmışları ve ulağı düşürülgen azapның bayanı. Ula yani Mekke kafirlerden ilgiri ötken kafirler öz peygamberlerge hile mekir işletip Allah'ın nurunu öçürmekçi boldu. Evfi bu ayetning ma'nisi haqida İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. U sahr jamoatidan bo'lgan Namruddir. Boshqa tafsirshunoslar u Buxtun Nasrdir dedi. To'g'risi bu Allah Teala'nı inkar kılgan ve Allah Teala'ga başkını şerik keltirip ibadet kılganlarının batıl kılmışlarına keltirilgen misaldır. Bu xuddi Nuh aleyhisselamның mundaq deganligiga o'xshashdir. Ula yani katta başla manga chim bitmedi. Manga ve manga ergeşkenlerge eziyet yetkizip çoğ hile tüzdü. Yani ula halayiqni azdırışqa bütkül hilisini işletti ve köp xil vasitlar arqılıq özlerinin şirik keltirgen narsalarga ularni mayil qildi. Ularning ergesh kuchilari qiyomat kuni mundaq deydi. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hili mekringlar bizni iymondan to'sdi. Öz vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirik keltirishga buyurdinglar deydi. Azapni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qildi. Allah ularning hil-mekir binasini tel to'kis gumroh qildi. Yani ularning hil-mekirlarini uludun qo'mirib tashladi va qilgan ishini bekor qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Allah uni o'chirdi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Allah ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ular uylarini o'zlarining qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ey aql egalari, ularning holidan ibrat ilinglar. Allah ularning hili-mikir binasini teltökis gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'gisi o'rilib tushdi.
ularga özleri oylamagan yerden azap geldi. Ondan keyin Allah ularni qiyomat günü rasvo qildi. Ya'ni ularning rasvoliklarini va dillarida yo'shirgan narsalarini Allah oshkor qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sırlar oshkor qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda sırlar oshkor bo'lib ichiladi. İmam Buxoriy va Muslim İbn Umar radhiyallohu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni va'dasida turmagan har bir kishining sag'risiga, va'dasiga turmagan gunohiga qarata bir bayroq qadilib, bu palonining o'g'li palonining va'dasida turmagan gunohidir deyiladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. Mana mushundaq ularning yo'shirgan hili-mikirlari kishilarning oldida oshkor bo'ldi. Alloh taolo ularni kishilarning oldida rasvo qilib, ularga kaygan va ta'na qilgan holda mundaq deydi. Mening sheriklarim qani qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular sizlarga yordam berolmaydi. Yordam beralamdi? Ular sizlarga yordam beralamdi yo o'zlariga yordam beralamdi? Uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Ya'ni ularning ziyniga hujjat keltirilgan, dalillar turg'izilgan, haq so'z amaliylashgan, qacıdığan hiç joy topolmaganda ular özri aytishdan to'xtadi. Ilm berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar, ular dunyo va oxiratdagi yo'l boshchilar va haqiqatdan xabar beruvchilar bo'lib, shu chaqda ular mundaq deydi. Bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir. Ya'ni bu kunda rasvochilik va azob Alloh taologa kofir bo'lgan, hech ziyon yetkazolmaydigan va hech manfaat berolmaydigan narsani Alloh taologa shirik keltirgan kishilarni qorshib oladi. Ular kufrini ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilgichidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Çoğunçılık qilib Alloh taologa itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nima degan yomon? Kafirlarning sakratdagi va o'lgandan keyingi ahvoli. Alloh taolo bu oyatda o'zlariga zulm qilguvchi mushriklarning sakratdagi holidan va farishtalarning ularning meynat jonlarini olg'ali keladiganligidan xabar berdi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, ya'ni mushriklar itoat qilganligini va bo'ysunganligini izhor qilib mundaq deydi. Biz hech qanday yomon ish qilmadik. Shuningdek, ular qiyomat kundimi mundaq deydi. Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik. U kunda Alloh o'lganlarning hammasini terildirdi. Ular dunyodagi chaqlarida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nima degan yomon? Ya'ni Alloh taolaning oyatlarini tasdiqlashdan va payg'ambarlarga ergashishdan
boyun tavliq qilgan kishilarga tayyorlangan xorlig'ichi makon bor. Ularning jonlari o'lgan kundan tortibla jahannamga kirdi va tanlari qabrlarida yuqori haroratli o't yolqindi ko'ydi. Ondan qiyomat bo'lganda jonlari tanlariga kirgizilib, do'zaxda mangu qoladi. Ularning ölüp aram tepib qalmasligi uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azobmi yengiltilmaydi. Ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyildi. Taqvodorlarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rastilla nima degan go'zal. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan adni jannatlarga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shunday mukofotlaydi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabz ruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga, qilgan amalinglarning xosiyatidan jannat kiringlar deydi. Taqvodorlarning vahiy to'g'risidagi so'zlari. Ularga beriladigan mukofot ularning sakratdagi va o'lgandan keyingi ahvoli. Bu yuqoridagi baxtsiz kishilardan berilgan xabarning dal aksicha baxtli kishilardan berilgan xabardir. Ana shu baxtsiz kishilar Rabbinglar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular javob berishdan yuz o'rib, u hech narsa tushirmadi, balki bu ilgarikilarning afsonalaridir deyishadi. Baxtli kishilar bo'lsa, yaxshi so'zlarni nozil qildi, ya'ni Rabbimiz payg'ambariga ergashgan va uning iymon etgan kishiga rahmat, barakat va yaxshilik tushirdi deyishadi. Ondan Alloh taolo payg'ambarlar orqali bandalarga va'da qilgan narsalardan xabar berib, mundaq deydi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlandi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladigan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvofiq qilib obdan yashitamiz. Ularga albatta qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz. Nahl surasi 97-oyat. Ya'ni kimiki dunyoda yaxshi amal qilsa, u kishining dunyo oxiratdagi amalini yaxshi qilamiz. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Ondan Alloh taolo bu oyatda oxiratning dunyo tirikchiligidan yaxshi ekanligini va uning mukofotining dunyoning mukofotidan mukammal ekanligidan xabar berib mundaq deydi. Ilmli kishilar, voy sizlarga iymon etgan va yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahriman bo'lgan baqosi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. Oxirat yaxshidir va boqiydir. Sana oxirat albatta dunyodan yaxshidir. Ondan Alloh taolo oxiratni sifatlab mundaq dedi. Taqvodorlarning yurti rostla nima degan go'zal.
Ular ostidan o'stanlar eqib turadigan adiniy jannatlarga kirdi. Ya'ni o'stanlar jannatning daraxtlari va qasrlari orasidan eqib turdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Hadisda mundaq bayon qilindi: Shek shubhisizki jannat ahlidan bir top kishi o'zlarining sharoblari qo'yilgan dasturxon ustida o'tirganda bir bulut o'tadi. U bulut ularning ko'ngli har qanday narsani tortgan hamonlar uni yog'dirib berdi. Taki ulardan: "Ey bulut, bizga tang tush qizlarni yog'dirib bergin" deydiganlar bo'ladi. Shuning bilan uning orzusi vujudga keladi. La havla va la quvvata illa billah. Allah taqvodorlarni ana shunday mukofotlaydi. Ya'ni Allah Taolaga ishongan, Allah Taoladan qo'rqqan ve yaxshi amallarni qilgan barliq kishilarni shunday mukofotlaydi. Ondan Allah Taala taqvodor, baxtli kishilarning shirkdan, gunohdan va boshqa yomon amallardan pok holatda jon uzadiganligini, farishtalarning ularga salom beradiganligini va jannat bilan xush xabar beradiganligini bayon qildi. Allah Taala bu haqda mundaq dedi: Shubhisizki Rabbimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda manganlar, to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar taqan narsalarning hammasi va tilgan narsanglarning hammasi bor. Ular nihayet mağfiret qilg'uchi, nihayet mehribon Allah tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Subhanallah. Mu'minning va kafirning jinining ilinishi haqida kelgan hadislarni İbrahim surasining 27-oyatini tafsir qilganda bayon qilgan edi. Kafirlar faqat o'zlarining jinini ilish uchun farishtalarning tushishini yoki Rabbingning amrining, ya'ni azobining tushishini kutdi. Ulardan burun o'tgan kafirlarmi ana shunda qilgan edi. Ularga zulm qilg'ili yo'q. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tatdi. Ularga masxara qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Kafirlarning iymon etishni kechiktirishi ularning azobni kutganligidir degan so'zning ma'nosi. Qatada mundaq deydi: Allah Taala bu oyatda mushriklarga ularning botilda haddidan oshganligi va dunyo bilan mag'rurlanib ketganligi uchun tahdid silib, ana shu mushriklar jonlarini olg'ili farishtalarning kelishini kutdi deydi. Yoki Rabbingning amrining, ya'ni azobining tushishini kutdi, ya'ni qiyomat kunidagi azob va ular ko'rayotgan qo'rqinchli ahvolning kelishini kutdi. Ulardan burun o'tgan kafirlarmi ana shunda qilgan edi. Ya'ni ilgari o'tgan mushriklarmi shirk keltirishda haddidan oshganligi uchun Allah Taolaning qattiq azobini chetidi. Qilmishlari tufaylidan ularga qattiq azob tushdi. Allah ularga zulm qilg'ini yo'q. Chunki Allah Taala ularga kamchilik qilib, payg'ambarlarni elchi qilib avatgan va kitoblarni tushirib, aniq pokitlarni turg'izgan edi.
Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni ular payg'ambarlarga qarshi chiqqanligi va payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni yolg'onga chiqarganligi uchun ularga Alloh taolaning azobi yetdi. Ularga masxira qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Ya'ni ularni qattiq azob qo'rishib oldi. Payg'ambarlar ularni Alloh taolaning azobidan qo'rqitsa, ular payg'ambarlarni masxira qilishadi. Şuna qiyomat kunida ularga mundaq deyiladi. Mana bu sizlar yolg'onga chiqargan devzaqdir. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Nahl suresi tafsiridan 34-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.